50 yoshdan oshgan onasi borlar ushbu oltindan qimmat ma'lumotlarni bilib oling. Yosh o'tishi bilan immunitet pasayib, surunkali kasalliklar asoratlari va yangi xastaliklar paydo bo'lish ehtimoli ortadi. Shuning uchun 50 yoshdan keyin tibbiyot 103 jamoasi barcha ayollarga rejali ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turishni tavsiya qiladi. Bunday ko'riklar ko'plab xavfli kasalliklarni aniqlash va ular rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Ko'krak bezi saratoni skriningi. Ko'krak bezi saratonini vaqtida aniqlash orqali bemorlar hayotini saqlab qolish mumkin. Shuning uchun biz 50 yoshdan oshgan ayollarga har yili mammografiyadan o'tishni tavsiya qilamiz. Bachadon bo'yni saratoni skriningi. Ba'zi ayollar ushbu muhim tekshiruvni e'tiborsiz qoldiradi. Vaholanki, bachadon bo'yni saratoni o'lim darajasi yuqori bo'lgan eng xavfli kasalliklardan biridir. Qayg'uli oqibatlar ko'pincha bemorlar o'z vaqtida ko'rikdan o'tmaganligi sababli yuzaga keladi. Osteoporoz diagnostikasi. Yillar davomida suyaklardagi kalsiy darajasi keskin pasaya boshlaydi va bu ko'pincha xavfli tizimli kasallik osteoporozga olib keladi. Xastalikni erta bosqichda aniqlash imkonini beruvchi eng samarali tekshiruv suyak densitometriyasidir. Suyak zichligini o'lchash. Bu nima uchun kerak deganlar diqqatiga, onangiz sal narsaga suyagini sindirib olishni va uzoq muddatga yotoq rejimi tushishini oldini olgan bo'lasiz. Qon bosimini o'lchash, menopauza va u bilan bog'liq o'zgarishlar tufayli ayollarga gipertoniya rivojlanishi juda keng tarqalgan. Agar u nazorat ostida bo'lmasa, xavfli yurak-qon tomir patologiyalari vujudga kelishi mumkin. Qonda shakar va xolesterin miqdorini aniqlash, qonda glyukoza darajasini tekshirish ikkinchi toifa diabetni aniqlashga yordam beradi. Bu ko'pincha 40-50 yoshdan keyin tashxis qilinadi. Yomon xolesterin uchun o'z vaqtida va muntazam ravishda qon tahlilini topshirish infarkt va insultning sababi bo'lgan ateroskleroz rivojlanishining oldini oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday marhamat qiladilar. Kim ota-onasiga yaxshilik qilsa, unga tubo bo'ladi. Alloh uning umrini ziyoda qiladi. Imom Abu Ya'lo va Imom Tabaroniy rivoyati. Hadisdagi tubo so'zini ulamolar jannat va yaxshilik ma'nolarida deganlar. Ya'ni ota-onasiga yaxshilik qilgan farzand oxiratda jannat bilan mukofotlanadi. Bunday solih farzandning umri barakaga to'ladi. Manba: O'zbekiston musulmonlari idorasi muslim.uz portali.